Mana shu qo'limda turgandagi makkalarni, bug'doylarni hamda don mahsulotlarini mana shu holatda kepi hamda yorma darajasida chiqazib beradigan yangi partiyada apparatlarimiz kelgan. Hozir bu ikkala apparatimizni qisqacha ma'lumoti, narx-navosigacha hamda ishlash jarayonigacha sizlarga ko'rsatib o'taman va kimda-kim don mahsulotlarini, makka hamda bug'doylarni mana shu holatda kepi, yorma darajasida chiqazmoqchi bo'lsa, juda ham zo'r texnika. 1 soatda 500 kilogacha mana shu holatda maydalab chiqazib bera oladi. Ikki xil modeli yetib kelgan akalar. Bunga kichikroq varianti hamda bunga katta variantidan chiqib yetib kelgan akalar. Ikkalasi ham 224 ga ishlaydi. Hech qanaqa 3 faza shart emas. Atiga 224 da 1 soatda 500 kilogacha bo'lgan don mahsulotlaringizni kepi hamda yorma darajasida chiqazib olishingiz mumkin bo'ladi. Ishlash prinsipini tanishtiraman. Ishlash prinsipi juda ham oddiy akalar. Mana shu shlanka yordamida don mahsulotlaringizni o'zi avtomatik so'rib oladi. Mana ichki tomonlarni ko'rishingiz mumkin. O'zi avtomatik bug'doymi, makkami o'zi avtomatik so'rib oladi. Ichkariga so'rib olgandan keyin ichkarida mana shu pichoqlar yordamida maydalab, hamda bu tomonda ham qo'shimcha pichoqlar bor. Bu pichoqlar yordamida maydalab mana shu tagidagi setkasini razmeriga kelgungacha ezib maydalaydi. Hamda bu setkani razmeriga kelgandan keyin elanib pastga tushib, mana shu bunker yordamida qo'yilgan bochkaga maydalangan mahsulotni to'plab bera oladi. Komplektda 2 xil mana shunaqa setkasi bor, 03 hamda 05 setkalari bo'ladi. Xohlasangiz bundan mayinroq setka qo'yib ham, bundan mayinroq qilib chiqarsangiz ham bo'ladi akalar. Setkasi alishi juda ham oddiy. Shuni tortadigan bo'lsangiz setkasi chiqadi va qo'yadigan bo'lsangiz setkasi alishib ishlatsangiz bo'ladi akalar. Xo'p, motorlari aytib o'tganimda 2 kilovatdan tortib mana shunaqa 5,5 kilovatgacha istalgan turdagi motorni qo'yib beramiz. Motorni kichikroq yoki kattaroq motor qo'yishdan sabab akalar, kichkina motor qo'yadigan bo'lsangiz pastroq tokda, katta motor qo'yadigan bo'lsangiz balandroq tokda ishlab beradi. Oddiygina 224 ga suqib turib ishlatsangiz bo'ladi. Bu varianti bunkeri havoli variant hisoblanadi, chunki motor pichog'iga ham harakat beradi hamda bu tomonda bunkerga ham yordam qilib, bunkerdagi narsani tezlashtirib tushirib beradi. Bunisi oddiyroq variant bo'ladi. Bunkeri havoli bo'lmaydi, oddiy o'zini davleniyasini hisobiga tushirib beradi. Narx-navosiga o'tadigan bo'lsak, narxlari $250 dan boshlab $350 gacha akalar. Xo'p, motoriga, kilovatiga qarab narx-navosi o'zgaradi. Kimda-kim shu turdagi mini tegirmon apparatlardan olmoqchi bo'lsa, ekranga nomer qoldirdim, aloqaga chiqib sotib olsanglar bo'ladi akalar. Endi bitta ishlash jarayonini ko'ramiz va kimga qiziq bo'lsa, aloqaga chiqsanglar bo'ladi. Ahamiyat beringlar, kattaroq bunkerni ichiga shunday solsanglar, o'zi avtomatik tortib oladi. Bo'ldi. Bo'ldi akalar, mana chiqargan mahsulotini ko'ringlar, juda ham mayin, даже undaqa qilib chiqazib bera oladi. Oddiygina 224 ta ishlaydi. Endi o'zingizni don mahsulotlaringizni tegirmonga olib borib, qimmat narxlarda chiqarish shart emas. Oddiygina bitta mana shu apparatni xarid qilasiz. Xohlasangiz mana shunaqa bug'doylaringizni, xohlasangiz mana shunaqa makkalaringizni ham bemalol chiqarishingiz mumkin. Endi makka chiqarishni ham ko'rsatamiz. Qani makkani soling. Mana makkamizni soladi. Mana akalar, endi ko'rishingiz mumkin. Makkani zapravka qildik. Endi makka chiqarishini ko'ramiz mana. Akalar, ahamiyat berasizlar. Makkalarda ham akalar ko'rib turibsizlar, zo'g'oradaqa daji mayin qilib chiqazib beradi. Bu apparatimizning ichida o'zi setkalari bor. Shu setkalarni alishtirib, kattaroq, yirikroq qilib chiqarsanglar bo'ladi. Bo'ldi. Mana akalar, makkani chiqazganini ham ko'rishingiz mumkin. Makkalarni ham juda ham mayin qilib chiqazib beryapti. Ishlashiga, sifatiga gap bo'lishi mumkin emas.